Nega bo'lib to'lash qimmat? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega bo'lib to'lash naqd to'lovga qaraganda qimmatroq? Masalan, do'kon rastasida turgan telefon narxi 5 million so'm. 6 oyga bo'lib to'lashga 5 million 600 ming deb yozilgan. Nega shunday? Ko'pchilik o'ylaydi, bunga sabab inflyatsiya. Inflyatsiya bu, masalan, yil boshida 100 ming so'mga 1 kilogramm go'sht beradi. Yil oxiriga kelib esa 900 gramm. Ya'ni pulning qadrsizlanishi. Bo'lib to'lashda ham sotuvchi aynan inflyatsiya tufayli o'z foydasini barqaror ushlab turish uchun telefon narxini yuqoriroq belgilaydi. Bu ko'pchilik biladigan sabab, ammo narx qimmatlashishining boshqa sabablari ham bor. Masalan, ulardan birinchisi risk xavfi. Bo'lib to'lash bu aslida o'zaro ishonchga asoslangan kelishuv. Sotuvchi mahsulotini bugun beradi, xaridor esa to'lovni keyinchalik amalga oshiradi. Bu orada har doim ma'lum bir xavflar mavjud. Kimdir to'lovni kechiktiradi, kimdir esa muddatini uzaytiradi. Bu oddiy moliyaviy mexanizm. Agar 10 ta xaridordan bittasi kechiksa, qolgan 9 tasidan olinadigan kichik qo'shimcha to'lov o'sha yo'qotishni qoplaydi. Yana bir sabab esa xizmat ko'rsatish xarajatlari. Bo'lib to'lash bu oddiy savdo emas, balki xizmat tizimi. Uning orqasida banklar, to'lov tizimlari, shartnomalar, SMS ogohlantirishlar va mijoz nazorati turadi. Bu jarayonlar vaqt, inson resursi va texnologik xarajat talab qiladi. Naqd savdoda esa bularning birortasi yo'q. Shu sababli bo'lib to'lashdagi narxda tizimni yuritish qiymati ham narxga qo'shib yuboriladi. Siz to'layotgan ortiqcha 600 ming so'm mana shu sabablar tufayli yuzaga kelgan xarajatdir. Garchi bo'lib to'lash cho'ntakka zarardek ko'rinsa-da, lekin u foydangizga xizmat qilishi ham mumkin. Masalan, siz ish uchun noutbuk olasiz va u daromadingizni oshiradi. Yoki inflyatsiya darajasi yuqori bo'lib, tovar narxi keyinchalik baribir oshadi. Shunda bo'lib to'lash siz uchun manfaatli bo'ladi. Xulosa shuki, bo'lib to'lash aslida qimmat emas. Bu risk, vaqt va xizmatning narxi. Xo'sh, sizningcha bu xarajatmi yoki imkoniyat?